Demak, mana pardani holati, pardani hajmi mana bu. Mana bu teshik. Mana bitta suyakcha bo'ladi-da, o'sha suyakcha keladigan ikkinchi suyakchani uzun o'simtasi chirigan, yaxshi uzilgan o'rtadagi. O'sha hisobiga ham juda ham past eshityapsiz. Hozir keltirib olamiz. Yo'qda ham shunaqa holat. Demak, mana pardani hajmi, mana teshikning hajmi. Bu yerda ham shunaqa mana bitta suyakcha keladi. Bu suyakcha bilan ikkinchi suyakcha bog'langan joy ko'rinmayapti endi. Hozir audiogramma qilib ko'ramiz.